Qara. Nima sharmandalik bu? Nega baqiryapsiz? Telba bo'lib qoldingizmi? Ha, aqldan ozdim. Nima uchun bunaqa ochiq-sochiq video olding? Tezroq o'chirib tashla. Kallang joyida. Oyi, bo'ldi, o'zingiz bosing. Raqsga tushishga ruxsat bergansiz-ku. Xo'sh, muammo nimada? oladigan bo'lsang, tuzukrog'ini ol degandim. Qo'shiq kuylab o'ynashni yomon joyi yo'q, lekin san'atni bahona qilib, yarim yalang'och sakrashga haqqing yo'q. Oyi, eskicha qarashlaringizni o'zingizga olib qo'ying. O'chir dedim. Onasiga gap qaytaryapti. Qizingizga Eshit qarang. qizim, oying to'g'ri aytyapti. O'qishingni tugat, karyerangni qil, Dada, keyin karyeram shu. Influencerlik nima ekanini bilasizmi o'zi? Siz bir oyda topadigan pulingizni bittagina videodan ishlay olaman. agar behayo suratlar tayyorlash kasb bo'lsa, buni keragi yo'q. Ha, hoziroq bu sharmandalikni Voy, bu yo'qot. nimasi? Yo'qot deyapman. Sog'misiz, oyi? Telefonimni tortib olishga haqqingiz yo'q. Bu shaxsiy chegaramni buzish Shaxsiy hisoblanadi. chegara emish. Hozir ko'rsatib qo'yaman senga shaxsiy chegarani. Oyi! Necha yil tagligingni almashtirganman. Bizdan sir bekitadigan joying yo'q. Oyi, telefonim. Bunday Oilamizda qilmang. ochiq-sochiqlikka yo'l qo'ymaymiz. Oyi! Telefonimni sindirdingiz. Aqldan ozganmisiz? Bu o'smirlikdagi isyon davri. Unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Qizimiz ulg'ayyapti. Nega tushunmaysiz? U kichkina qizaloq emas, yaqindagina 16 ga kirdi. Biror ko'ngilsizlik yuz bermasdan chorasini ko'ring. O'sha yigitni uyga ko'chib o'tyapsanmi? Nikohsiz birga yashash. Shundaymi? Ha, dada. Hayotimni u bilan bog'lamoqchiman. Oila qurmasdan turib, bir uyda birga yashab yurishingni biz to'g'ri qabul qilamiz deb o'ylaysanmi? Ha, bu muammo tug'dirishi mumkin, ammo dada, bu hayotim meniki ekanini o'rgatgansiz-ku. Tanlov ham, qaror ham o'zimniki. Qachondan beri erkinlik hurmatsizlikka